ming marta rahmat bolam. Taxminan bir oy qazilgan, umumiy hisobda 200 millioncha pul ketgan. Bu Xudoning bizga berayotgan inoyati. Bu noldan qazib chiqarishayotgan 13-loyihalik ekan. Mana shu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Toshkentchasiga yetganda Toshkentda mashina olgan odam qanaqa xursand bo'ladi? Bu yerga suv yetib kelganligi uchun odamlar o'zi qanaqa xursand bo'layotganini ko'rib to'g'risi maza qildim. Allohga shukr qilib, sizlarga ham rahmat. Ko'p yashanglar. Xudoya tani jonlari sog' bo'lsin. Salomat bo'lsin. Baxtimizga yoshlarimiz omon bo'lsin. Orqamizda qolsin. Dilshod hozir bizni ketayotgan manzilimiz Oqqo'rg'on tumanida, Sultonobod degan mahalla. Xuddi 2600 aholi shu ichimlik suv bilan muammo bo'lgan hududlardan bittasi. Shu yerga sklajna qilib, shu kunlarda mana liniyaligi ulanib, to'la-to'kis hamma ko'chalarga yetib boradigan darajaga olib bordik. Alhamdulillah. Xo'p, aka o'zi birinchi nima sabab bo'lgan mana shunaqa mana endi men ko'p eshitardim. Afrikalarda shunaqa hudud qazib chiqarishadi. Nimaga? Chunki videolarda ko'rganmiz, o'tda suv tanqisligi ko'pda. O'ylardim O'zbekistonda unaqa suv tanqisligi bo'lmasa kerak deb o'ylardim-da, chunki baribir bizning hududda suv bemalol bo'lib, odamlarga bemalol yetib borganda, nima ayniqsa markazda umuman suvdan muammo yo'q. Nima sabab bo'lgan? Nechinchi yil boshlangan? Qanaqa bir sababli bo'lgan aka shu boshlanishi? Hop, asosiy sabab mana sizni oyizlar, dejlar borlar, umringiz uzoq bo'lsin. Hojona hojizlarda hajliga, umrliga masalan olib borasiz, boshqa qilasiz, qo'yniligiga qaraysiz. Nima deydi? Bundan kelgancha ularning duosini olishga harakat qilamiz-da, ya'ni solih farzand o'laroq. Menda o'sha narsa armon bordi. Qaysi ma'nodaki, onamlar 2006-yil qazo qilganlar. Men hali ishlarimcha unaqa yaxshi bo'lib ketmagan, unaqa oyoqqa tura olmagan paytlarim bo'lgan. Bunaqa orzu-havaslarga erisha olmay qolganman. Baribir armon bo'lib qoladi odamga. Onamning ko'nglarini ola olmadim. O'sha narsa turtki bo'lib, motivatsiya bo'lib, birinchi men ham Afrikada qilganman, shu Nigeriyada. Keyin diktorlar bilan gaplashib maqsam, o'zimizda ham shunaqa muammolar bor, bu degan gap eshitganman. Endi biz hali aytganingizdek, shaharda yashaymiz, ne'matlarga ko'milganmiz, hamma narsamiz bor, alhamdulillah. Nima deydi? Unaqa kam ko'z bizga ko'rinmaydi, bilinmaydi-da. Masalan, viloyatga chiqsangiz ham oshna-og'aynilar bor, boshqalar bor, kutib olib, ishingizni bitirib, bu qilib, yaxshi kutib olib, yaxshi kuzatib borishadi. Lekin o'sha ichkari hududlarga, qishloqlarning ichiga kirsangiz, bilarkansiz, muammoli hududlar baribir bor ekan. O'shalarni o'rganib, qiziqib, birinchi loyihani o'sha ota-onamizga bag'ishlab, Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida qilganmiz. Savob ota-onamga borib tursin deb nima sadaqa joriy sifatida birinchi loyiha shunaqa tashkil qilingan. Shunaqa. O'zingiz qilgansiz buni? Ha, bir o'zim qilganman. 22-yil oxiri edi, mana shu oktyabr oylarida boshlaganmiz, yil oxirigacha tamomlaganmiz. Ishga tushirganmiz. Demak, haqiqatda chet davlatiga qilgandan ko'ra birinchi o'zimizdan, o'zingdan boshla deydi. Albatta. O'zimizdan boshlab qilgan ekansiz-da. Shunaqa. Shu birinchi endi sir bo'lmasa, masalan, endi bu yerda endi ko'pchilik kuzatuvchilar baribir menimcha shu nech pul loyiha nech pul ketadi, nech pul misol pul xarajat bo'ladi, balkim xuddi sizga o'xshab shunaqa ota-onasiga sadaqa joriy sifatida hudud chiqarib qo'ymoqchi bo'lgan odamlar kuzatish mumkin-da. O'shanga o'shalarga mana to'g'ridan to'g'ri misol bekitadigan narsa yo'q shekilli. Yo'q, hech bekitmaydi. Misol mana bitta hudud chiqarishga nech pul ketadi? O'sha Jizzaxda qilgan loyihamizga hozir 14 mingmi, 16 mingmi ketgan, hozir aniq ayta olmayman, lekin mana oxirgi loyihamizni misol qilib olaylik. Chunki hamma yoqda yer qatlami chuqurligi har xilda, ichimlik suvigacha yetib borish nimasi darajasi. O'shaning uchun bitta aniq summa yetib olmaydi. Mana hozir Oqqo'rg'ondagi biz ketayotgan loyihamizning hududida 226 metrda chiqdi ichimlik suvi. 226 metrda? 226 metr. Shunaqa chuqur qaziladi. Shunaqa chuqur qaziladi. Endi hali 50-60 metrda ham chiqadi suvli qatlam, lekin u texnik suvda, hali ichimlikka yaramaydi. Toshkentda ham 15-20 metrda chiqadi, bir xil joylarda 10 metrda ham chiqadigan joylar bor mana shu hududda. Lekin u texnik suv. Demak, toza ichimlik suvi 200 metr plus-minus chiqadi-da. Ha, shunaqa hududga qarab turib.
Toshkentga yaqin bo'lgan hududlarda masalan eng yaqin hudud qaysi bo'ldi? Mana hozir ketayotgan joyimiz Toshkentga yaqin, ha? Oqqo'rg'onda mana shu yerda 226 metrda chiqdi. Undan oldingilarida 190 metr, 195 metrda chiqdi. O'rta Chirchiq misol. Necha pul ketdi mana shu? Mana hozir 900 mingdan biz to'laymizni shu Burovoy texnik ishlatadigan kompaniyaga shu truba nasoslari ichida. 900 ming nimasiga to'laysiz? Metriga to'laymiz. Ha, 1 metr 900 ming. 1 metr 900 ming. Bu degani hozir 200 millionga yaqin xarajat bo'ladi. 900 ming necha metrda chiqdi? 226 metr. 226 metrda 203 million. Hop, bundan tashqari yana qanaqadir xarajati bormi? Misol uchun o'tga kran qo'yiladi. Texnik ishlatiladi, liniyalar tortilishi mumkin. Zaruriyat bo'lsa, bashli o'rnatiladi. O'shaning uchun nima deydi? Shu holatga qarab yana xarajat qo'shilishi mumkin-da, endi. Skvajinani o'zini xarajatida hozir mana 226 metr. Demak, o'rta hisobda joyiga qarab 10 ming dollardan 20-25 ming dollargacha ketadi. Shunaqa, mana eng chuqur qilingan hudud, buni ham misolini aytib ketaman sizga. Sirdaryo viloyati Xavas tumanida qilganmiz, 380 metrda chiqqan. 380 metr, 2 barobar. Assalomu alaykum. Aka qalaysiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Salomsizlar? Xursand odamlar, ichib ko'rib kelazman, ichib ko'rib xursand. Vaqti zo'r bo'ldi aka. Umidlarimga baraka toping. Alloh ziyoda. Odamlar xursand bo'lsin, Alloh xursand qilsin hamma. Tarmoqlarni tortdik, suvlarni chiqarib ulab qo'ydik. Hozir xonadonlarga berildi. Hozirgi kunda 435 ta xonadon ichimli suv yaxshilandi. 135 ta xonadon ilk bor suvlashdi. Hozir yangi liniya tortildi. Yana продолженияsi bo'ladi yani. Davom bor, ya'ni ulanmagan joylar bor. Ulanmagan joylar buni bu tomondan yana beradigan hududlarimiz bor. Maktabga ham ulandi. Maktabga ulandi, mana maktab direktorlari turibdi. Salomat bo'ling. Maktabimizda 500 ta o'quvchi bo'lsa, 60 ta xodim bor. Pedagog, rahbar, texnik xodim bilan hozir suv yo'q edi, mana to'liq suvlashtirildi. Hojatxonagacha tortib berishdi. Rahmat bu uchun barcha pedagoglarimiz ham, o'quvchilarimiz ham xudo xolasa mana 2025-26 o'quv yili boshlash tayyormiz xudo xolasa. Keyin ham sport zali bor ekan, uni dush o'ylari bor ekan. O'tkazib qo'ydik. O'tkazdik, trassovka tushirdim. Montaj qilib hali aytganimda ular bor. Tayyor. Ha, bo'ldi. Esimiz tanigandan beri, bilmayman necha yil bo'ldi. O'shandan beri sho'r suvda yashab katta bo'lyapmiz-da. Ilojimiz yo'qligidan o'sha suv bilan ishlatib yurardi. Misol uchun yuvinishga, cho'milgandan keyin hamma joyimiz qichib, boshqa qilib va kiyim yuvganda unaqa chiziqlar bo'lib ketadi. Shunaqada yashab yurganmiz. Kuni kecha suvni obeddan keyin chiqardi, hammaga e'lon berdi. Qani ko'ringlar, boshqa betlarni toshib ketmasdi, qaranglar deb. O'shanda lishni o'zim mana shu yerda 5-uyda turaman. Suvni ochib, boshqa qilib obeddan keyin bir cho'milib ko'rdik. Endi hozir aytish to'g'ri kelmaydi. Oldin bitta shampun, machalkani, sovun bilan bitta shampun 3 marta qilamiz, xullas bitta cho'milib chiqishga. Hozir bittada shunaqa ko'pirib boshqa bu suvni sifatli zo'rligidan hammasi. Qirg'izistonda issiqko'l suvi bor ichkarida, unisi ham bunaqa emas. Uni ham cho'milib ko'rganmiz. Bu ham mana hozirgi suvimiz bizga chiqargan suv. Rahmat, shunchalik juda ham zo'r. Odamlar mazza bo'ldi. Hamma butun xalq bo'lsa, endi yolg'on gapirmayman-ku, 99% tashib ichadi. Suvdan ichilmasdi. Qirdan suv chiqadi. Yana Hamtomjon degan kolxozimizdan shu samotok chiqib turadi. Hamma ikkita joyda hamma tashirdi. To'g'ri, yolg'on emas. Kir yuvishga, idish-tovoq yuvishga ishlatilardi bu suv. Aytayman, cho'milib ham mazza qilmasdi. Mana badaningiz shunday qilsang cho'milmagan yo'q. Hozir shu paytgacha nechta loyihalar qilindi? Bugungacha umumiy hisobda bir 42 tami, 43 tami shunaqa bo'ldi loyihamiz. Lekin hammasi ham hali noldan qilingan skvajinalar emas. Endi mablag'i bor taqaladi endi hammasi. Boshida masalan qo'llab-quvvatlaydiganlar deyarli yo'q edi-da. Masalan, o'zimizdan oshna g'aynilar o'rtoq yaxshi ish boshlabsa, mana o'sha anaqangi xayrli ishingga qo'shib yuborgan deb pul ajratmasa, hali bizani hech kim tanimaydi, unaqa mablag' ajratmaydi. Nima deydi? Ya'ni kichikroq loyihalar qilganmiz-da, ya'ni o'sha liniya tortib berish yoki bir joyda masalan eski skvajina bor, odamlar foydalana olmayapti, lekin suv kerak. Shunaqa skvajinalarni tiklab, achistkalar qilib, demak o'zi eski quduq bor, lekin ishlamaydigan quduq, o'shalarni tiklab berish, mana shitlar o'rnatib, nasoslar qo'yib, liniyalarga ulab, liniyalar tortib, mana shunaqa qilib
shunaqa ishlarni qildikda boshida. Keyin sekin alhamdulillah mana sekin loyihamiz kengayib, ko'proq hududlarda noldan qilinayotgan loyihalarimiz ko'paydi. Hozir asosan shu noldan qilinyapti hammasi. Hop mana shu oxirgi qilingan ishga misol kim sponsorlik qildi? Bu yerda 2-3 ta tadbirkor ukalarimiz bor. O'shalarning mablag'iga qilindi. Ko'chadan baribir bizga mablag' ajratadiganlar kamda, to'g'risini aytish kerak endi, lekin o'sha doim qo'llab-quvvatlaydiganlar bor bizani. Masalan, aka keyingi loyihangizga menimcha ajratdim, shuni hisobini oling deb aytib qo'yadi oldindan yoki menimcha beraman, bu maqsad to'xtab turman, o'zim aytaman, boshlab olaylik deymanda, keragida keyin olaman o'sha summani. Yoki kimdir aytadiki, aka masalan yetmay qoladigan joy bo'lsa, menga ayting, ozgina ataganim bor, anaqa qilaman deb turadi kimdir. O'shalarning gap so'zi ham menga motivatsiya bo'ladi-da, qaysidir ma'nodaki nima deydi? O'shalarga ishonib ham qaysidir ma'noda harakatingiz kuchliroq bo'ladi-da. Shijoatliroq bo'ladi. Ishga yondoshuvingiz. Ular so'rab turishadi. Aka nima bo'ldi? Aka nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Qachon boshlaysiz yoki qachon yakunlaysiz? Ozgina qoldimi deb turgandan keyin o'shalarning gapi dalda ham bo'ladi-da o'z-o'zidan. Mana hozir Sultonobod mahalla fuqarolar faollari, aholisi yig'ilib turibdi. Mana Jonaka sizga mana hamma minnatdorchilik bildirib. Hozir meni aytibdilar, bular homiylik qilgan deb. Men o'zim homiy emasman. Biz shunaqa loyiha tashkil qilganmiz, shu suvsiz hududlarga qo'ldan kelgancha yordam qilib kelyapmiz. Biz ko'pchilik bo'lib, shu tadbirkorlar, ukalarimiz, akalarimiz ko'pchilik bo'lib, shu suvsiz aholiga bir yordam qilishga harakat qilib kelyapmiz. O'shaning uchun bu bitta meni mehnatim emas, ko'pchilikning hissasi bor bu yerda. Maqsadimiz shu sizlarga o'xshagan shu ichimlik suvi muammo bo'lgan hududlarga shu suv yetib borsin, shularning hayoti sal bo'lsa ham yaxshilansa, shuni savobidan umid qilamiz. O'shaning uchun mana suvlar chiqdi, Xudoga shukr, liniyalarga ulashibdi. Ko'p joylarda suv chiqaramiz, lekin bunaqa idealni chiqmas edi. Analizlar juda ham odam xursand qiladigan darajada buloqni suviga o'xshagan bir tiniq suv chiqibdi. Bu ham sizlarning rizqi nasibinglar. Sog' bo'linglar, maza qilib ishlatinglar, uzoq yillar xizmat qilsin bu hududlar sizlarga. Mana shu xalqimiz uchun, yurtimiz uchun, yoshlar, qarilar uchun xizmat qilgan mingta rahmat bo'laman. Umr yoshlaring uzun bo'lsin. Mana shu oldingi suvlarni ichib bir pelechimga infeksioniga boryaptim. Bolalarimga bolam aniqdan suv olib kelib, qirdan atga, hamtomtomdan olib ketibdi, nima qilardi? Bolalar ishdan kelishiga qarab turardi. Bir cho'g'im ko'tarib bularga chiqardim. Keyin bir cho'g'im suv berib turing deb. Kelgandan keyin oling mana Qurbon hayitga chiqardim, bitta cho'g'im ko'tarib. Endi hozir mana xabarlarni eshitib rosa xursand bo'ldik bolam. Rahmat, Xudoga ko'p bersanglar. Yaxshi suv chiqdi. Bular ichibdi, men ichmam deb ichishga qo'rqdim. Bular ichibdi, yaxshi ekan suv. Hozir eshitib xursand, mana bolam aytdi, mingta rahmat bunga ham. Mana xalq uchun, biz uchun xizmat qilyapsizlar, hammalaringga rahmat bolam. Yo, bemalol ichaverasizlar, chunki analizlar qilingan. Yo, xossan loyiha bo'lishi mumkin boshida. Lekin aniq bo'ladi, lekin u loyihaning ham zarari yo'q, chunki tarkibi toza chiqdi. Hayla. Rahmat bolam, ko'p yashanglar, iloyim. Yuzga kiringlar. Qo'shqanlaringdan qo'sha qaringlar, topganlaringga umrlaringga Allohim baraka bersin. Yurtimiz, xalqimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Biz ham hammamiz omon bo'laylik. Hammalaring qo'shqanlaringdan qo'sha qaringlar. Mana shu xalqimizni, yurtimizni, mana shu qariya kampirlarni, yosh go'daklarni o'ylab harakat qilsanglar mingta rahmat bolam. Daima qo'llaring dard ko'rmasin, umr yoshlaring uzun bo'lsin. Hammalaring yuzga kiringlar. Allohim daima tinchlik xotirjamlik bersin. Allohu akbar. Shu Sulton Seyitboyevning mahallasida tug'ilib o'sganimda men mag'rurlanaman. Ukam aytayapti, biz suv kavlayapmiz, ko'p joylarda bunaqa suv chiqmaydi deb. Bu Xudoning bizga berayotgan inoyati. Mana shu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Juda katta rahmat. Mana shu yaxshi kunlar bo'lsin, mustaqilligimizga ko'z tegmasin, yurtimiz tinch bo'lsin. Hozir hammanglarni xonadoninglargacha yetib bordimi suv, yo bormaganlar bormi? Hammaga bordimi? Sizlarga bormadi. Liniya yo'qmi, o'tda nima muammo? Liniya yo'q. Hozir oxirgacha tortisha olmabdi-da, o'zi biz gaplashuvdik. Kamko'st hali bor deyishdi. Sizlarga ham bormi? Sekin bo'ladi. Hozir Uchqunaki bir 70% aholi ta'minlanganmi? Qanchasi qolgan shunda taxminan? 70% ta'minlandi. Qolgan hozir sizga aytganim bo'yicha nari tomonda o'zi eski 2019-yildan qolgan liniya tarmoq bor-da, nari yo'li berdi. O'shani ham ta'minlamoqchi просто vaqtidan yutib degan maqsadda ana o'qildikda. Hozir ulgurilmadi. Ulgurilmadi. Hozir ko'pchilik bir kun suv o'chib qolsa ham o'zi hamma to'polon bo'lib ketdi. O'zi bir kunga kecha o'chib turaylik desak, suv
o'zimizga eski suvim bo'lsa ham berilaring deb Hozir endi bir qismi yangi trubalar tortildi, eski liniyalarga ulandida, endi hamma mahallani ichigacha 100% trubalar kirmagan ekan. bu O'shani hisobiga bular hali ulgurishmadi. Hozir asosiysi mana suvimiz chiqib oldi. Endi o'sha kamko'stini kamko'si qilib beramiz. yana o'sha liniyalarni ulab, trubalarni tortib, endi kerakli joyiga o'zinglar ham hashar qilib, xonadonlarga olib kirib mana shunaqa qilasizlar-da endi. Ko'pchilik Sekin oxiriga yetkazib olasizlar. Asosiysi nima deydi? Asosi bor mana, suv bor. Bu yoqni faqat ulab olish. Hozir boya aytganda kim uyida suv chiqmagan bo'lsa hammasini qilib beramiz. Ne'matlar faqat yo'q bo'lganda ko'rinadi deydi-yu. Ana kuni bir joyga ketishim kerak. Endi odat bo'lib qolgan, har kuni ertalab cho'milaman-da. Cho'milmasam o'zimni qanaqadir noqulay his qilaman. Og'ir his qilaman. Yoqsam suv yo'q-da. Bo'lsa mana Samarqand darvozada sentr joy. Lekin Trazani gruppa bor. Do'mi gruppasi kirsam, o'tda yozib qo'yibdi o'zi. Ertalab soat 10 dan soat 3 ga 4 gacha suv bo'lmasligi mumkin. Texnik ishlar olib borilyapti. O'g'limga yetdim, bordim, hatto ikkita 10 litrlik suv olib kel. Lekin uni pastdan olib chiqdi. Unga bir 20 minut vaqt ketdi. Keyin uni ozgina emizdik-ku. Endi uni ilitish kerak. Uni istifalda ozgina ilitdi, keyin uni nimaga solib, kastrelkaga solib, keyin cho'mich bormi? Cho'michni cho'mildim. Endi hammasi shu ne'matlarni shukrini ado qilish uchun ham homiylik qilish kerak ekan deb o'ylab qoldim-da. Shunaqa. Misol, endi ko'rib turibman, bilib turibman, endi har bitta xonadon xuddi shunaqa holatda bo'lishi mumkin-da, joylarda. Biz endi bilmaymiz, biz endi shahar turganligimiz uchun shu suvni bitta yoqamiz, yuvinamiz, cho'milamiz, oddiy holatga aylanib qolganda biz buni ne'mat sifatida ko'rmaymiz-da biz. Biz bu bo'lish kerak narsa deymiz. Doim bo'lgan, dalchi bo'lish kerak. Ha, doim bo'lgan. Men u suv o'chib qoldi deymiz. O'shanga yo'q bo'lib qolsa ko'rinar ekanda. Dedim, bitta urdi-da miyamga. Subhanalloh, mana shu nima deganda, mana shu ichimlik suv, toza suv yo'q bo'lib qolsa, misol odam srazi ana shokka tushib qoladi-da. Unda ham bir do'konda ishlamas ekan, ana karantin paytida. De odamni uyiga nechidir litrlab, 100 litrlab suvlar tashib qo'ydi-da. Misol o'sha paytda ko'rinadi-da ne'matlik. Hozir masalan o'sha hududdan chiqayotgan suv bular 5 filtr bemalol ichsa bo'ladigan suvlar-da. Shunaqa, o'sha ichimlik suvga yaroqli deb xulosa olamiz. Masalan, o'zi skvajina qilingandan keyin, o'sha tozalangandan keyin qudug'imizni o'sha suvni obrazец olib sesga topshiriladi. Ular xulosa beradi. Xulosaki ko'rsatkichlar bor. O'sha qattimligi, tarkibidagi minerallar, har xil ko'rsatkichlar bo'yicha shu yozib chizib, oxirida ichimligi yaroqli yoki yaroqsiz deb berishadi. Shu yaroqli bo'lgandan keyingina biz o'sha liniyaga ulaymiz-da. Tarmoqqa ulanadi. Chunki o'zi yaroqsiz suv shundoq ham bor bo'ladi. Endi o'sha joylarda, masalan, ko'p joylarda yaroqsiz suv bor. O'shaning uchun ham kasalliklar nimalar ko'paygan ayrim joylarda. Yosh bolalar orasida ichak kasalliklari yoki teri kasalliklari. Demak, bu hammasi o'sha o'zini standarti bo'yicha tekshiriladi. Qachonki suv ichishga yaroqli deb topilsa, keyin uni liniyaga qo'yiladi. Albatta. Qayerda uni tekshiradi? Sesda tekshiradi. Ses tekshiradi. Biz sразу ikkita joyga beramiz. Masalan, Toshkent viloyatida qilayotgan bo'lsak, o'sha rayonni sesiga qo'shimcha viloyat sesiga ham beramiz-da. Ya'ni solishtirish uchun ham o'zimiz uchun. Bir xilla hali sabr chidamay ulab beraveringlar, biz foydalanib turaveraylik, u deyishadi odamlar. Siz qiyin-da endi. Siz qiyin. Ya ozgina sabr qilinglar, shunda shuncha chidadinglar, 3-4 kunda javob. Mana shu qarayman, suv yetib bormaydigan joylar qayerdan suv oladi o'zi? Ko'p joylar deyarli hammasi tashib ichadi. Ya'ni masalan eng yaqin hudud masalan 5 kilometr bo'ladi, 10 kilometr bo'ladi. Qo'shni qishloqlar bor-ku. O'sha yerda skvajina bo'lsa, o'sha yerdan borib, o'sha 10 litrli bo'shagan baklashkalarga to'ldirib olib kelib ishlatishadi. Uni mashinasi borlar mashinada tashiydi. Kimlardir eshak aravada tashiydi. Kimlardir bolalari masalan velosipedda tashiydi. Shunaqa holatlar ko'rganmizki, tajribamizda masalan bir xil qishloqlar o'sha suvni ham kerak bo'lsa qizg'anib, endi
hammani o'ziga qadrli-ku hali aytganingizdek. O'zingizni skvajina qilsanglar bo'lmaydimi? Qachongacha bizdan tashiysizlar deydigan gaplar ham eshitamiz-da. Endi qizg'anish deydimi buni nima deydi? Shunaqa holat. Keyin mana bunaqa velosipedda davomimizni bir xil joylarda o'sha kechqurun qorong'ida qishloqlarda освещение yo'q, mana stadionda yo'q. Mashina urib ketgan holatlar bor bolalarni. Justi olib ketayotganda. Kelganimga 2 yil bo'ldi. 1 yil oldin qabulga kelganda, keyin chiqsam sovuq, qor, nimada qo'lda bakalashka arava ishlab turibdi suvga. Bular kim desam Sultonoboddan dedi. Nimaga bunaqa desam Sultonobod mahalla bizda suv yo'q dedi. Nimada suv yo'q desam, o'zi umuman dedi vodoprovod yo'q dedi. Bo'lishi mumkin emas dedim. Keyin mana bu ko'chadan kirdim. Kirsam yo'q ekan. Rayonning markazdagi mahallada suv bo'lmaganiga men hayron qolganmiz. Mana Ziyovuddin aka 435 ta xonadonning ichimlik suvini hozir yaxshilayapti. Undan tashqari 135 ta xonadonga birinchi marta suv kirib boryapti, ichimlik suvi. Ziyovuddin akaga katta rahmat aytamiz. Ziyovuddin aka albatta bu Saxovat Beshashni ajrini beradi. Marhamat berdi. Unaqa narsalarga endi ovora bo'lmasanglar ham bo'lardi. Biz duo qilamiz deb kelganmiz. Rahmat. Lahomin. Parvardigorga shukrlarga yetganiga shukr. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Intibog'imiz yo'qolmasin. Mana shunday homiylar ko'payaverib, xalqimizga sidqidildan xizmat qilaversin. Hokimiyat a'zolariga, vodokanal xizmatchilariga ham katta rahmat. Mustaqilligimizga ko'z tegmasin. Xonadonlaringga doim shirin suv doim chiqib tursin. Alloh akbar. Rahmat. Kelsin, rahmat. Qo'rg'on tumani Sultonobod mavqei ichimlik suvi liniyalari ulandi. Hokim kelib aholi bilan suhbat qilibdilar. 2600 aholi alhamdulillah ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Liniyada muammolar bor ekan, endi holat sekin-sekin bartaraf qilinadi. Hali 100% hammaga yetib bormagan suvlar, chunki vodoprovod trubalari o'tkazilmagan joylari bor. Xudo xolisi o'shalar ham oxiriga yetkazib olinsa, inshaalloh to'la to'kis bo'ladi. Maktab hududiga ham suv kirdi. Biz maktab hududida qildik skvajinani. Hozir bu yerda ham shu hojatxona, stoloviy, bufet, sport zallariga suv ulandi. Sog' bo'linglar, loyihamizni ham kuzatib boringlar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Buni kim? Ildimi? Men qo'ydim. Qo'yli. Ha? Biz nakli ekamiz qolmaganiga yopishtirmay turdik. Nagliga beta qilmas ekanda, shu bo'lsa ham qilib qo'ydim. Boplabsiz lekin. Ha? Boplabsiz. Ha. Qo'yil qilsiz, gap yo'q lekin. Balki Simon uspet qilmadik. Qilamiz, ha. Ana ichini ham joylashtirib qo'ydim. Ha, shitni joylashdi. Endi bunga bitta pecheta qo'shilsa zo'r bo'ladi. Ha, pecheta qo'yamiz-da. Va suv ta'minoti shu 1 kilometr tarmoq berdi. Undan tashqari 1 kilometr viloyat suv ta'minot truba berdi. Ularni o'zingizlar tortdinglar. Endi o'sha pecheta ham yana qo'shimchalar bo'ldi. 200 metr, pastda 200 ga yaqin maktab ichi bo'ldi. Keyin mahallalarda bo'ldi. Bu yoqqa orqadagi mahallaga где-то 300 metr tortildi bu yoqqa. Undan keyingisi 200 metr. Mana shunaqa mayda chudalarni uni kim aholi o'ziga olishdimi? O'ziga olgani ham bor, biza berganimiz ham bor, shunaqa o'rtada qilindi-da. Nima bo'lganda ham muammoga yechim topilyapti. Yechim topilyapti. Suv bo'lsa tortib olish narsa emas-da. Asosiy liniya jo'rnak asosiy liniyamiz yomon edi, haqiqatan yomon edi. 1 kilometr deb almashtirgandan keyin suv уже avtomatik hamma joyga yaxshi borish boshladi. Eng olis hududimizga ham yarim soatda telefon qilyapti, suv chiqdi deb. Eng olis hudud. Rahmat bolam, hammalaringga rahmat. Baxtiyorga ham, sizlarga ham hammalaringga rahmat bolam. Yolg'iz ot chopmaydi degan mana shuda. Menga sal yordam berdilar. Birov ovqatni olib kelib berdi, birov suvni olib kelib berdi, birov temirni olib kelib berdi, yana birov boshqa narsa. Bu ko'pchilik oldi, ha. Buni svalga qilib berdi. Kimdir kelib tekislab berdi. Bu ko'p insonlar mehnati evaziga chiqdi. Bu faqat menda emas. Mana hozir kelgan mana qimmat loyihalarni boshqarib turibdi. Bu inson eng katta asoschisi bo'lsa, bular yana ishlaydi. Jahongir akam bor, asoslardan. Yana boshqa homiylarimiz borda, bular ko'pchilik. Kuch birlikda bolam. Kuch birlikda birlashgan o'zadi, birlashmagan to'zadi. To'ppa rahmat bolam. Bu mana agam qadrlan siznikimi? Ha? Shunday ko'rsatamiz. Ishni yo'q. Ha. Sizga qayta oling. Rais ekandan keyin. Mana akam aytsa, mana haloligingizni ayting aka. Vodoprovod bo'lganmisiz o'zingizda? 70-yilda bo'lganiga oldin. Mototsiklda haydab biz vodoprovodga borib
kuydiradi. Darvozani och deydi. Endi borib o'tirmang, bizni suvdan yaxshi bu endi. Sizlarga olib boraman. Sizlarga olib boraman. Mana xudo xohlasa bemalol ishlatamiz endi. Yangi uylarga dushavoy nimalar hamma narsa qilingan. Allohga shukr qilib, sizlarga ham rahmat. Ko'p yashanglar. Topganlaring yaxshi kunlarga, to'ylarga buyursin. Allohim rozi bo'lsin hammalaringizdan. Uchqan sizga ham katta rahmat aka. Narijoningiz sog' bo'lsin, bolalaringizga ham rahmat. 1970-yildan beri bu yerda mana bunaqa toza suv, ichimlik suv bo'lmagan ekan. Mana alhamdulillah, mana bugun keldi. Xullas men o'zim ham ichib ko'raman. Shuna zo'r suv chiqibdi lekin borib. Xullas 2600 ta xonadonga mana shunaqa ichimlik suvi yetib bordi. Buni qilma. Ha. Siz gapingiz yozilib qolsin. Hammalarimiz istaganimiz suv. Suvni ichib olyapmiz. Yaxshi, rahmat. Sizlarga mingdan ming rahmat. Endi men qisqa gapiraman. Bu tong assalom yangi. Tabrik ehtirom yangi. Hurmat ehtirom yana yangi. Tonglar otsin beg'ubor. Omon bo'lsin yor diyar. Diyorimiz omon bo'lsin. Baxtli taxliz zamon bo'lsin. Bir vatan nurga to'lsin. Tonglar otsin beg'ubor. Omon bo'lsin yor diyar. Diyorimiz omon bo'lsin. Baxtli taxliz zamon bo'lsin. Bir vatan nurga to'lsin. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Yana el ishqida ishlarsin. Hech charchamasin. Sizlarni barini duo qilaman. Amin. Xudoya tani jonlari sog' bo'lsin. Salomat bo'lsin. Baxtimizga yoshlarimiz omon bo'lsin. Orqamizda qolsin. O'lsak tepkilab qo'ysin. Amin. Allohu akbar. Sog' bo'ling, rahmat sizga.